Assalomu alaykum, hurmatli QA sohasini o'rganayotgan bo'lajak testerlar. Xo'p, bugungi darsimiz umumiy 9-dars hisoblanadi. Test darajalari va regression testing haqida qisqacha suhbat qilib o'tamiz. Test darajalari deganda aynan demak har bir qilayotgan actionlarimizda o'ziga yarasha daraja bo'ladi. Ya'ni qaysi bosqichda kim nimani test qiladi, test piramidasi nima, o'zi regression testing nima. Ko'p shu kunlarda mitinglarda, imtihonlarda mana shu ishga qabul qilish imtihonida regression testing so'ralyapti. Shuni ham ko'rib chiqamiz. O'zi nimaga testlarni darajalash kerak? Testlarning darajalari o'zi nima uchun bizga kerak? Tasavvur qiling, siz 100 qavatli bino quryapsiz. Demak, har bitta qavatda biz bir xil tarzda tekshira olmaymiz-da. Kimdir poydevorini tagini tekshiradi, kimdir xonalarni tekshiradi, kimdir umumiy ko'rinishini tekshiradi. Ya'ni bitta odam to'liq hamma yoqni tekshira olmaydi. Hamma yoqni tekshirishning imkoni yo'q. Dasturchilar poydevorini tekshiradi. Demak, sozlovchilar xonalarni, demak, testerlar xonalarni umumiy ko'rinishini, arxitektura tekshiradi. Hozir buni qisqacha sodda tushuntiramiz. Dasturlashda ham shunday kichik qismlarni programmistlar, modullardagi bog'liqlikni demak programmistlar, ular ham faqat senior programmistlar. Butun tizimni QA'lar, quality assurance jamoasi tekshiradi, yakuniy qabulda esa biznes beradi. Xo'p, ya'ni sodda qilib aytsak, uy quruvchilar uy qurdi, fundamentini dasturchilar qilib berdi, uyni demak qurib bo'lgandan keyin ba'zi dasturchilar ichlarini, отделкаларni qilib berdi. QA esa uyda ko'rdi, qani to'g'ri qildimi, noto'g'ri qildimi, biznes talabiga qarab ko'rdi, keyin biznesga topshirdi. Biznes egalari, rahbarlar, xullas CTO, katta rahbarlar o'sha QAdan olib, qani biz talabimizga muvofiqmi deb ko'radi. Xo'p, demak, testlashning 4 ta asosiy darajalari bor ekan. Endi mavzuni teoriya qismiga o'tamiz. Birinchisi unit testing, component testing deb ataladi. Dasturchilar qiladi buni. Unit testing, masalan, dasturchi kalkulyator ilovasida yaratdi. Pythonda yoki boshqada 2 ga 3 ni qo'shsa 5 bo'lishi kerak. Shuni yana birinchi o'zi tekshiradi. Dasturchi o'zi tekshiradi, kalkulyatorni o'zi yaratdimi, endi kalkulyatorda o'zi qo'shib ko'radi. 4 ga 2 ni, 5 ga 7 ni, xullas tekshirib ko'radi. Mana shu ya'ni unit testing. Kod yozayotganda shu jarayonni testlab o'tib ketadi. Bu ham testing. Har xil asboblar bilan birga. Bu endi QA ga aloqadorligi unit testingni dasturchi qilish kerakligini bilishimiz shart. Xo'p, undan keyingisi integration testing. Mana endi bunda bizni ishtirokimiz bo'ladi. Integratsiya degani, xo'p, modullar o'zaro bog'lanib ishlayaptimi tekshiriladi. 2 yoki undan ko'p komponent bizga to'g'ri ishlayaptimi yo'qmi shuni ko'radi. Dasturchilar ham qiladi, QA ham qiladi buni. Xo'p, komponentlar tayyor bo'lganda qiladi. Postman yoki REST assured kabi narsalar ishlatiladi asboblardan. Demak, o'zi nima sodda qilib aytsak, integration testingda login sahifasi bor, front-endda ko'rib turibmiz. Demak, buni asosiy jarayonlari backendda bo'ladi. Backenddan database ga boradi, front-endga email parol kiritiladi, backend yuboradi, database tekshiradi, 3 ta komponent demak birga ishlaydi. Endi sodda qilib ko'rsataylik buni. Masalan, biz hozir o'zimizni testoviy saytimiz bor edi. Xo'p, o'zimiz testoviy saytimizni ko'raylik, osonroq bo'ladi. Test shop degan testoviy saytimizga o'tdik. Xo'p, kirish. Xo'p, endi mana bu kirishni ko'rib turibmiz. Example, mana mail, parol. Bu UI qismi. UI qismida faqat ma'lumot kiritiladi, xolos, ma'lumot yuborilmaydi. Masalan, men test mail.ru deb yozsam, bu xabar backend orqali parol 1 2 3 4 5 6 7 8. Xo'p, yozsam, xo'p, bu xabar backend orqali bizni bazamizga boradida, qani shu foydalanuvchi bormi yo'qmi tekshiradi. Ya'ni bir vaqtda o'zida ham front-end, ham back-end, ham server ishlayapti. 3 ta jarayon integratsiya bo'lyapti. Bundan tashqari yana qanaqamiz sodda tushuntirsak, yana bir sodda tushuntirish, masalan, men iPhone 15 Pro Max sotib olmoqchiman. Bu iPhone 15 Pro Max'ni sotib olishda bir necha jarayonlar bor. Birinchisi savatga qo'shish. Qani savatga qo'shish buttoni ishladimi? Ishladi, savat ochildi. Savatni ochib ko'raman. Ikkinchisi
jarayonda ko'rinib turibdi. iPhone 15 Pro Max 18 million palonchi. Demak, to'lovga o'tishim kerak. Bizda bu funksiyalar qilinmagan. Demak, to'lovga o'taman. Klik yoki payme, xullas boshqa istalgan to'lov turi chiqadi. To'lov bo'ladi. Xullas, demak, bir vaqtda o'zida 2-3 ta jarayon ishlayapti. Integration test degan integration testing aynan mana shu jarayonlarni hammasini bir vaqtda ishlayotganini ko'rsatadi, sodda qilib aytadigan bo'lsak. Xo'p, keyingi system testing. System testing kamroq ishlatiladi, regression deyiladi bu narsada. Endi system testing alohida bo'lsa ham tushuntiramiz. Butun tizim to'liq yig'ilgan holda testlash, uzr. Xo'p, hamma tizimni userlar, foydalanuvchilar kabi tizimni ishlatib ko'rasiz. Boshidan oxirigacha ssenariylar bo'ladi. Masalan, QA'lar, ya'ni bizning asosiy ishimiz shu system testing. Butun tizim tayyor bo'lgandan keyin biz uni testlab chiqamiz. Butun tizim nima? Masalan, bitta saytni ochsak, mana o'zimiz test shop. Butun bir tizim bu. Tizimda mahsulotlar ko'rishimiz bor, login bor, ro'yxatdan o'tish bor, savat knopkalari bor, kitoblarga o'tishimiz bor, mana bo'limlar bor, ya'ni. Bizda hali bu bo'limni tayyorlamaganmiz, faqat shuni o'zini tayyorlaganmiz, nasib ularni ham tayyorlaymiz keyingi jarayonda. Demak, har bir ishlayaptimi yo'qmi? Elektronikaga bossam, elektronika chiqadimi? Kiyimga bossam, kiyim-kechaklar chiqadimi? Xo'p, kirishga bossam, loginga o'tadimi? Ro'yxatdan o'tishga bossam, ro'yxatdan o'tish oynasi chiqadimi? Demak, butun sistema, tizimni tekshirish bu system testing deyiladi. Demak, yana bir takrorlaymiz. Component unit testingni developer dasturchilar qiladi, integrationni dasturchilar bilan biz qilamiz va uchinchisini to'liq QA jamoasi qiladi. System testing. Endi biz diyorlarda dasturchilar ham buni qiladi, lekin tartib bo'yicha buni albatta biz qilishimiz kerak. Acceptance testing, qabul, acceptance nomi bilan qabul qilish, ya'ni qabul testi. Test etsak, user acceptance testing, foydalanuvchilarni qabul qilish testi. Xo'p, biz buni qilib bo'ldi, bizdan o'tdi system testing. Endi buni userlar test qiladi. Bu Play Marketga dasturingizni qo'yasiz yoki saytga, mana xuddi mana ko'rishimda saytni chiqarasiz, endi userlar test qiladida, sizga keyin feedbacklar aytadi. Qani, bu ishlayapti, bu ishlamayapti, aytadi. Xo'p, endi sodda qilib tushuntiramiz. Biz ovqat pishirish jarayoni qilaylik. Pizza yoki osh pishirish jarayoni. Masalan, komponent testing, unit testing. Har ingredient alohida yaxshimi? Ya'ni dasturchida xamir bor, pishloq bor, xullas, ya'ni oshda sabzisi bor, guruchi bor, yog'i bor, qani hammasi yaxshimi? Achib ketmaganmi? Dasturchi tekshiradi. Xo'p, integration testing endi bizga keldi. Ya'ni birga qo'shganda o'zi osh bo'ladimi? Xo'p, guruchni solsak, sabzini solsak, yog'ni solsak osh bo'ladimi? Integration testing birgalikda tekshiradi. Xo'p, system testing endi hammasini solib tekshirib ko'ramiz. Qani osh bo'lyaptimi o'zi? Pizza bo'lyaptimi o'zi? Hammasi jarayon to'g'rimi? Acceptance testing bo'ldi. Biz oshni pishiramizda endi userlarga beramiz. Qani mijoz oshyaptimi, shovlayaptimi? Sodda qilib aytsak. Xo'p, endi sizga savollar, testlar beriladi. Birin-ketin yuqoridan pastga ishlaysiz. Masalan, boya aytib ketganimizdek, component testing, acceptance testing, integration, masalan, component unit eng osoni, to'g'ri. Noto'g'ri bo'lsa bizda qizil ko'rsatadi. Buni ishlab ko'ramiz. Test darajasi va kim bajarish. Masalan, QA qaysi testni asosiy qiladi? Demak, system testingga mana to'g'ri bajaribmiz. Shu tarzda ishlaymiz, 1-2 tarzda. Xo'p, test piramidasi. O'z test piramidasi bizga shart emas, lekin kitobda berilgani sabab buni ham yuzaki ko'rib ketamiz. Test piramidasi nima aytsam bunday qarab turmay, hech bo'lmaganda umumiy tushuncha bo'lishi uchun. Demak, UI end to end testing, boshidan oxirigacha bo'lgan testing eng asosiy, eng ko'p qilinadigan testing. Demak, yuqorida biz eng ko'p, ya'ni eng muhim, eng ko'p emas, yoki eng muhim testing darajalarini ko'rib chiqamiz. End to end testing demak eng muhimi, lekin 10% holatlarda qilinadi. System testing eng muhimi, lekin 15%. Chunki har kuni system testing qilmaysiz, butun jarayonni tekshirib chiqmaysiz yoki butun sistemani boshidan oxirigacha qilmaysiz. Integration testing 25% tekshiriladi, unit testing 50%. Umumiy taqsimot qilib bergan 100% taqsimot qilib, eng ko'p bo'ladigan jarayonlar, xullas, yuqoridan past ko'rinishda keltirilgan. Sizdan so'rasa, UI testing, end to end testing qancha necha foiz qilinadi sizlarda desa, 100% desangiz xato bo'ladi gapingiz. Nimaga desa, siz har kun end to end testing qilmaysizda jarayonda. Yoki har kun system testing qilmasligingiz mumkin. Har relizdan keyin, xullas, har qanaqa holatlarda. Hozir bularni ham o'tamiz. Xo'p, nimaga bunday proporsiya, nimaga bunday taqsimot? Xo'p, pastdagi testlar, unit testlar tez bajariladi, ya'ni millisekundlarda arzon,
ishonchli, shuning uchun ko'p bo'ladi. Endi yuqoridagi testlar end to end sekin bo'ladi, bu uzoq vaqt bo'ladi, qimmat. Keyin bir xil natija bo'lmaydi. Ya'ni bir xil natija bo'lmaydi deganda turlicha bo'ladi, ya'ni hamma har xil tekshiradi. Amaliy xulosa, masalan, siz testingizda 100 mingta unit va 10 ta end to end testing bo'lsa, boshdan oxirigacha testlash bo'lsa, bu sog'lom piramida degan qoidani bizga sun'iy intellekt beryapti, manbalarga asoslangan holda albatta. O'zidan o'zimiz biz ushbu darslikni tayyorlashda bir qancha manbalar berib, shu manbalar asosida darsliklarni tayyorlab boryapmiz. Buni e'tiborga olishimiz kerak. Xo'p, anti-pattern, ice cream, muzqaymoq konus. Ba'zi loyihalarda piramida teskari bo'ladi. Ko'p end-to-end testlar, kam unit testlar. Bu yomon holat. Manual testing 40%, end-to-end 30%, integration 20%. Xo'p, bu endi qisqacha tushuntirish uchun edi. Endi bizga asosiy bugungi darsimiz asosiy mavzusi regression testing. Regression testing dasturga yangi o'zgarish kiritilgandan so'ng eski funksiyalar ishlayaptimi tekshirish. Oddiy qilib yangi feature qo'shildi, qolgan narsalar ishlayaptimi? Regression shu uchun kerak. Masalan, uzun marketda yangi chegirma kodi degan funksiya qo'shildi. Masalan, siz promokod deydi, promokod qo'shsangiz sizga qanaqadir chegirma beradi. Shu qo'shildi. Dasturchi kodni yozdi, yangi funksiya ishlayapti, lekin endi nima? Savatga tushirish ishlamay qoldi. Masalan, mahsulotlarga bitta bosdingiz, promokod kiritdingiz, sizga 50% skidka berdi, 9 million bo'ldi, lekin savatga qo'shishni bossangiz, savatga qo'shilmayapti yoki savatga qo'shishga bossangiz to'lovga o'tmayapti. Ya'ni bitta jarayon ikkinchi jarayonga ta'sir qilganini regression testing aniqlab beradi. Xo'p. Chunki yangi kod eski savatga ta'sir qilgan. Yangi, ya'ni promokod uchun yozilgan kodi dasturchini korzinkaga tushirish uchun kerak bo'lgan kodiga ta'sir qilgan. Mana shu uchun bizga regression testing kerak bo'ladi. Umumiy tushunganda bitta uy quryapmiz, tomini qurdik. Tom qurganimiz uy o'g'irlab ketmayaptimi? Eshik qo'yapmiz, eshikni qo'yganga uy ya'ni qiyshayib qolmadimi? Ya'ni bir qilingan holat butun tizimga ta'sir qilmadimi? Shu regression testing shu jarayonda qilinadi. Yangi funksiya qo'shilgandan so'ng albatta qilinadi. Birorta bug tuzatildi, masalan, mana bu qismda biz saytimizda rasm ko'rinmayapti. Rasm endi ko'rinadigan bo'ldi. Rasm ko'rinyapti, baribir qaraymiz. Qolgan rasmlarga ta'sir qilmadimi? Qolgan, ya'ni savatga qo'shish jarayonlariga ta'sir qilmadimi? O'ziga aloqador bo'lgan jarayonlarga ta'sir qilmadimi? Biz regression testingni shunda ko'rib chiqamiz. Har releasedan oldin, ya'ni productionga chiqishdan oldin, production nima, release nima deganda, xo'p, bizga dasturchilar yangi bo'lim qo'shib berdi. Sport emas, masalan, hobby degan bo'lim, endi hobbyni sotib olmaydi, bu yerda yana nima? Masalan, eski kiyimlar degan bo'lim qo'shib berdi dasturchilar. Ya'ni release bo'ladi, yangi dastur chiqadi, yangi funksiya chiqadi. Shundan oldin biz tekshiramiz regression. Qani hamma joyidami? Bo'ldi. Endi bizga eski kiyimlar degan bo'lim bosdi, bitta bossak eski kiyimlar chiqib kelyapti. Endi yana tekshiramiz, yana regression bo'ladi. Chunki eski kiyimlar degan bo'lim sport, kitoblar, uy rozor va xullas hokazo bo'limlarga ta'sir qilmadimi? Shu bizga regression kerak. Xo'p, manual estimation o'zi bu darsimizda asosiy xossasi emas, lekin baribir bilib qo'yishimiz kerak. Regressionga aloqador bo'lgani uchun. Xo'p, regression testing ko'p marta bo'ladi, sezayotgan bo'lsangiz. Shu uchun buni avtomatlashtirish uchun ideal. Masalan, yangi jamoalarda kichik loyihalarda ishlatiladi regression. Asosiy ssenariylar qo'lda bo'ladi manualda. Manual qo'lda qilinadi, release'ga 1-2 kun ketadi, inson xato qilishi mumkin xullas. Lekin automation testing yozsangiz, yuzlab testlar 30 daqiqada bo'ladi. Har kechqurun ishga tushadi. Buglarni darhol topadi, senior, ya'ni tajribali odam yozadi. Shuning uchun automation testinglar juda muhim va automation testerlar uchun oylik juda farqli. Kerak bo'lsa 5, balki 10x darajada ham farqli manual test. Manual testerlar masalan 3-4 million olsa, taqriban automation testerlar 30 million oladi. Endi bu bozorga bog'liq. Xo'p, smoke testing va regression testing. Bu ham imtihonda tushadigan narsa. Smoke testing bilan regression testing ikkalasi farq. Bu ikkala atamani ko'pchilik aralashtirib yuboradi, intervyuda so'raladi. Smoke test o'zi ishlayapti umuman degan narsa smoke test. Masalan, bizni produktimiz marketplace nima bo'ladi? Telefon bo'ladi, xullas boshqa buyum narsalar odamlarga sotiladi. Odamlar kirib qidirishi, ko'rishi, korzinkaga tanlashi, admin qilishi, komment yozishi mumkin. Marketplace umumiy jarayonlarimiz shu. Boshqa narsamiz yo'q. Marketplace'ning umumiy jarayonlariga ta'sir qilmayaptimi? Umumiy jarayonlar ishlayaptimi? Bu smoke test bo'ladi. Lekin umumiy jarayon emas, balki bitta jarayon boshqa jarayonga ta'sir qilmadimi? Kiyim degan oldiga eski kiyim qo'shildimi? Sportlarga ta'sir qilmadimi? Sport ishlayaptimi?
kiyimda bu savat qo'shishda ishlayaptimi, bitta jarayon boshqa jarayonga ta'sir qilmaganini tekshirish uchun regression testing ishlatiladi. Smoke tez bo'ladi. Sayt ochilyaptimi, umumiy sayt ishlayaptimi, demak bosh sahifa login bo'lyaptimi, odamlar login bo'lib kirib ko'ra olyaptimi, savatga tushyaptimi, bo'ldi. Lekin regression polniy to'liq bo'ladi. Hamma funksiyonalist ishlayaptimi, bunga ta'sir qilmadimi, unga ta'sir qilmadimi, hamma joy ko'riladi. Smoke tez yuzaki bo'ladi, regression sekin chuqur bo'ladi. Bu yana bizning testlarimiz bor. Bu testlarni ham ishlaymiz. Bu ham test, bu ham test. Xo'p, doim aytganimizdek, test shopda biz testlarimizni ko'rish mumkin. Xo'p, bu saytni ham inshaalloh takomillashtirib boramiz sekin-sekinlik bilan. Sizga beriladigan vazifa mana system testing, end-to-end ssenariy, foydalanuvchi sifatida to'liq ssenariyni bajarish. Ro'yxatdan o'tasiz, login qilasiz, mahsulot tanlaysiz, savatga qo'shasiz, checkoutga borasiz, har bosqichda nima ishlayapti yo'q hisobot tuzasiz. Bu sizga QA bo'lishingiz uchun birinchi nima deydi, praktika. Regression test tuzasiz. Tasavvur qiling, test shop degan funksiya, test shopda biz saytimizda bitta funksiya qo'shildi, eski kiyimlar degan. Endi qaysi 10 ta eski funksiyani albatta qayta sinash kerak. Qaysi birini sinaysiz? 10 ta. Mana bular. Ro'yxatdan o'tish sinashimiz regressionga muvofiq keladimi? Xo'p, bunga aloqasi yo'q-ku. Mayli, muvofiq keladi deb tekshirib ko'ring. Savatga qo'shish keladi muvofiq, chunki yangi bo'limlar qo'shildi. Xullas, mana shu tarzda regression test tuzasiz, smoke test ham ro'yxatni tuzasiz. Bu intervyuga bir qancha savollar bo'ladi. Mana bu savollarni ko'rasiz. Masalan, sizdan kimdir so'raydi, test darajalarini sanab bering deydi. Kim bajarishni ayting. Bosasiz, o'qiymiz. Demak, 4 ta daraja bor. Shularni tushuntirib chiqasiz. Xo'p, keyingisi 3 ta asosiy fikr darsimizda har doimgidek bu fikrlarni keyinchalik bilib o'rganamiz.